Assalomu alaykum, hurmatli Brace 3.0 redaksiya foydalanuvchilari. Bugungi mavzuimiz konvertatsiya, chet el valyutalarini sotish, ya'ni продажа иностранной valyuты. Buning uchun banki kassa menyusidagi bankskiy выписки bo'limiga kiriladi. So'ngra списание tugmasi bosib, ushbu bo'sh maydonlar birma-ketin to'ldiriladi. Birinchi navbatda vid operatsiya tanlab olinadi. Ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli bo'lgan vid operatsiyani tanlab olamiz. Bizga proche списание vid operatsiyasi kerak bo'ladi. Shot uchota qismida ushbu ro'yxatdan valyuta buxgalteriya shotini tanlab olamiz. So'ngra bank shot qismida o'zimizga kerakli bo'lgan valyutadagi hisob raqamini tanlab olamiz. Va pastki подразделение qismida o'zimizga kerakli bo'lgan podrazdelение tanlashimiz yoki tanlamasligimiz ham mumkin. Nomer qismi o'zi avtomatik ravishda to'ladi. Sana qismi esa kompyuter sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Buni qo'lda o'zimiz o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Va hujjat nomeri va hujjat sanasi yoziladi bu yerda. Получатель qismida ushbu ro'yxatdan bizga kerakli kontragent tanlanadi. Summa qismida esa qancha valyutani sotayotgan bo'lsak, o'sha valyuta summasi yoziladi. Shot debit qismida esa 57 ga 40 shoti, ya'ni realizatsiya иностранной valyuta tanlanadi. 57 ga 40 ni tanlagandan keyin ushbu maydonlar ochiladi va birma-ketin ushbu bo'sh maydonlarni to'ldiramiz. Kontragent qismida bank tanlanadi. So'ngra dogovor qismida esa prochida bo'lgan valyutadagi dogovor tanlanadi. Boshqa do'g'orlardan farqi bit do'g'ori prochi bo'ladi-da, senada dollarda bo'ladi. Statiyada esa pul oqimlari to'g'risidagi hisobot aks ettiriladigan statiya tanlab qo'yiladi. Va pastki назначение yoziladi. So'ngra hamma operatsiyalar bo'lgandan so'ng записать, провести tugmasini bosib, buxgalteriya pravdkalarini ko'rishimiz mumkin. So'ngra провести закрыть tugmasi bosib, keyingi hujjatimizni yaratamiz. Buning uchun поступление tugmasi bosiladi va birinchi navbatda vid operatsiyasi tanlanadi. Ushbu ro'yxatdan поступление от продажи иностранной valyuты vid operatsiyasini tanlab olamiz. Registratsion nomer o'zi avtomatik shakllanadi. Sana esa o'zimiz qo'lda o'zgartirib qo'yamiz. Shot uchota qismida 51.10 so'mdagi buxgalteriya shoti bo'ladi va hujjat raqami va hujjat sanasi ushbu maydonda yoziladi. Bank shotda esa korxonaning bank hisob raqami yoziladi. Podrazdelение qismida o'zimizga kerak bo'lgan podrazdelение tanlashimiz yoki tanlamasligimiz ham mumkin. Shot расходов qismida esa ushbu vid operatsiyani tanlaganimizdan so'ng avtomatik ravishda 57 ga 40 shoti aks etadi. Плательщик qismida spisaniyada ko'rsatgan bankimizni ko'rsatamiz. Dogovor qismida quyidagi dogovor bo'ladi. Va summa valyuta qismida esa chiqargan valyutamiz summasini yozamiz. Va kurs расходовda esa o'sha kungi tijorat banki kursi yoziladi. Odatda tijorat bank kursi markaziy bank kursidan past bo'ladi. Va statiya DDS qismida esa pul oqimlari to'g'risidagi hisobot aks etadigan statiya DDS tanlanib qo'yiladi. Va pastida назначение to'ldiriladi. Ushbu hamma hujjat yaratib bo'lingandan keyin записать, провести tugmasi bosib, buxgalteriya pravdkalarini ko'rishimiz mumkin. Bunda quyidagicha pravdka aks etadi. Pastdagi 96 20 57 40 shotimiz bu kursdan zararlar 100 ming so'm.